Diqqat tezkor xabar migratsiya agentligi migrantlarga yordam taklif qilmoqda. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. O'zbekiston migratsiya agentligi Rossiyada ishlayotgan fuqarolarga Putinning farmoni asosida hujjat rasmiylashtirishda yordam taklif qilmoqda. Rossiya prezidentining farmoniga muvofiq 2025-yil 30-aprelga qadar mazkur davlatda vaqtincha ishlab yurgan fuqarolarga o'z huquqiy maqomlarini tartibga solish, patent olish imkoniyati berilgan. Ushbu jarayonda fuqarolarimizga yordam berish maqsadida Migratsiya agentligi tomonidan shtablar tashkil etilganligini eslatib o'tamiz. Hujjat rasmiylashtirmoqchi bo'lgan fuqarolar savollari bo'lsa, Migratsiya agentligi tomonidan tashkil etilgan aloqa vositalariga murojaat qilishlari mumkin. Rossiya Federatsiyasida noqonuniy yurgan muhojirlar uchun 30-aprelgacha hujjat rasmiylashtirish imkoniyati Putinning 2024-yil 30-dekabrdagi 1126 sonli farmoni asosida berilgan. Ushbu imkoniyatdan foydalanib, Rossiyadan chiqmay hujjat rasmiylashtirish va qonuniy yurishlari mumkin. Rossiya Ichki ishlar vazirligining ma'lum qilishicha, hozirda 700 mingga yaqin muhojir Rossiya Federatsiyasida hujjatsiz yuribdi. Hujjat rasmiylashtirish imkoniyati va ish mavsumi boshlanganligi tufayli Rossiyaning turli shaharlarida migrantlarning murojaatlari ko'pligidan migratsiya bo'linmalarida katta navbatlar va ishchi xodimlari yetishmasligi kuzatilmoqda.